Assalomu alaykum rahmatulloh. Men hozir Istanbulda Istanbul Madaniyat universitetining Göztepe degan kampusga keldim. Hamma universitetni bir nechta kampusi bo'lgandek, bu o'qishda ham bir nechta kampusi bor. Hozir men ana shu o'zim turgan Göztepe'dagi kampusdagi qo'shimcha darsga kelgandim. O'zim bu o'qishda o'qimayman. YTB degan markaz bor. Ana shu markaz orqali bu yerga qo'shimcha darsga keldim. O haqida keyingi videoda aytib o'taman inshaalloh. Hozir bu universitetdagi namozxonasini ko'rsatmoqchiman. Mescid deydi. Mescid degan turkchada namozxona degani. Mana bu universitetning erkaklar uchun mo'ljallangan namozxonasi. Yonida esa albatta tahoratxonasi ham bor. Bu erkaklar uchun bemalol tahorat qilib, keyin namozni o'qisa ham bo'ladi. Darsdan chiqib ko'chaga, masjidga ulgurishga shoshilib o'tirmaydi. Ayollarda ham xuddi shunaqa, ayollarga ham o'zining tahoratxonasi bor, namoz o'qigan joyi bor. Bu albatta Turkiyaning har bitta universitetda ko'rishimiz mumkin, hamma joyda bor deyarli. Kutubxonalarda ham bor, o'qishlarda ham bor, litseyda, maktablarda ham majburiy namozxona bo'lishi kerak. Mashallah, qanday go'zal. Mana bu yerda Ziraat bankiga tegishli bo'lgan katta kutubxona joylashgan. Mana bu yerda MR Square Mall bor. Bu o'qishi tashqaridan kampusning ko'rinishi bloklarga bo'lingan, hali qurilayotgan joylari bor. Bu o'qishda ketayotgan qurilish. Hovlining o'rtasida favvora. Mana bu binolar o'qishni har xil fakultetlarning binosi. Juda ham katta. Shu binoning o'zi anchagina katta, bitta moldek keladi. Mana bu kattagina bino bo'lsa, Ziraat bankining ochgan kutubxonasi. Yani o'qishda ochilgan kutubxonasi o'zini. Bu yerda e'tibordan tortgan joy kiruvchi tepasi kutubxonaga Iqro deb yozilgan arabcha o'qi degan. Alaq surasi 1-oyat. Kiruvchida mana bunaqa kitoblar, kitobdan haykal qilingan, ya'ni